Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari, YouTube kuzatuvchilari. Mansur 618 podpischiklari. Bugungi ishimiz labo shipka bo'ldi. Xudo xolasa shunda chiroyli ishlab berdik. Cho'tga taqlab berdik. Izolyatsionni etib, intilmini etib, ham soat bidon narsalarni qo'yib berdik. 20 metrlarni urib cho'tga etib, beri napol urgan vaqtida hech qanday suv ichidan o'tmaydi. Ko'p odam suv o'tadi deb lis qo'ydirmaydi ekan. Ham bir narsa eshitdik. Bu klientimizga Dini kuralımız birinde dini 200 bin so'm qo'yib beramiz onu deb aytibdilar. Bizda mutlaqo bepul shu narsalar hammasi ichida bo'ladi. Suv o'tirmaslik, boshqasi zaklopka, paklopka, fonni ichida mashinani bittisini pul berasiz bo'lgani. Kelaversa xizmatdamiz, telefon nomerlarini video pastida qo'yaman. Shinray foton bo'lami ishlab beraveramiz. Bonusini, dugasini ham biz qo'yib berdik birata. Lekin anglab yuklayman dedi. Shunda Yaşken bağ, yaşken kısıp veramiz, sıralatib. Podpiska bo'lmanglar, podpiska bo'lib qo'yasizlar. Bundan keyin xudo xolasa chiroyli videolarni ishlaymiz. Yangiliklar bo'lsa yana ko'rsatib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.